Iltimos, ishtirokchilar, kim ishtirok etsa, birinchi qatorga taklif qilamiz. Har xil holat bor. Orqa tarafda qo'l ko'tarilsa, men ko'rib qolaman. Kim ishtirok etadi? Ishtirokchilarimizni mana shu yerga taklif qilamiz. Demak, Gentra avtomobiliga taklif qabul qilishga 5 daqiqa vaqtni boshlaymiz. Bosing. Vaqt ketdi. 2022-yil 156 kilometr masofa bosib o'tgan avtomat коробка gazlari bilan, faqat lyuki yo'q. Old chap tarafida old o'ng taraf qanot osti barogida kichkina o'zi bir qarishli barogi bor. Ana shu joyda pitnosi bor, dog'i bor. Qolgan joylari a'lo darajada. Balonlari ham yengidek bo'lib turibdi. Boshlang'ich narx 10.900, hozirga qadar 10.950 dollarga ko'tarildi. 11.000 dollar taklif bermoqchi bo'lganlar marhamat, 11.000 dollar. Yutgan ishtirokchida 5 G'olib 3 avtomobil g'oliblari o'rtasida qur'a tashlanib, Matiz 1 avtomobili ulardan biriga sovg'a qilinadi. Bozor auksionda ishtirok eting. 10.950 dollarga ko'tarilgan Gentramizga 11.000 dollar taklif beruvchilar marhamat, kim 11.000 dollar taklif beradi? 2022-yil 156 kilometr masofa bosib